Assalomu alaykum aziz do'stlar. C# asoslari 2-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda .NET va Visual Studio'ni o'rnatib olamiz. Ular bevosita bizga kerak bo'ladi kurs davomida. Birinchi bo'lib .NET ni o'rnatib olamiz. Buning uchun pastda keltirilgan birinchi havolaga kiramiz. Bunga kirganimizdan keyin .NET 8 va .NET 9 uchun havolalar bor. Biz 8 ni o'rnatamiz. Shuning uchun 8 havolasini bosamiz. Downloadni bosib, saqlash uchun oyna chiqadi. E'tibor bersangiz, pastda ham ko'rsatib qo'ygan qanday o'rnatishni. Direct link degan joydagi havolani yana bosaman. Saqlab olaman. Keyin shu saqlagan faylimizni ishga tushiramiz. Установить bosamiz va o'rnatishni boshlaymiz. Menda o'rnatilgani uchun adminni chiqib yuboraman, sizlar adminni chiqmanglar. O'rnatish tugagandan keyin tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun puskda kmd deb yozishimiz mumkin yoki WinR bilan kmd deb yozib enterni bossak, konsol oyna chiqadi. Va unda .NET komandalarini yozib tekshirib ko'ramiz. Birinchi .NET deb yozsak, shu komandadan qanday foydalanishni instruksiyasi chiqadi. .NET haqida ma'lumot olmoqchimiz. Shuning uchun .NET 2-info deb yozamiz va ishga tushiramiz. .NET haqida informatsiya chiqadi. Versiyasi 8 qilib ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Agar sizlarda oldin boshqa versiyalar chiqqan bo'lsa ham, ular chiqishi mumkin. Bo'ldi, .NET ni o'rnatib oldik. Endi Visual Studio o'rnatamiz. Visual Studioda yana bitta silka bor, pastda shundan foydalanamiz. Visual Studio'ni o'rnatish sahifasiga kiramiz. Bu yerda 3 xil versiyasi bor. Bizga community versiyasi, bepul versiyasi yetadi. Shuni o'rnatamiz. Saqlab olamiz va saqlangan faylni ishga tushiramiz. Menda bitta обновить chiqyapti. Sizda установить chiqishi kerak. Menda o'rnatilgani uchun обновить chiqyapti. Mana bu yerda рабочий нагрузки deb yozilgan. Tarjimasi sal noto'g'ri qilingan. O'zi workloads bo'ladi. Endi primoy ruschaga tarjima qilib qo'yishgan sal noto'g'riroq. Mayli. Menda hozir ASP.NET bilan desktop o'rnatilgan. Sizlar shu ikkalasiga птичка qo'yishlaringiz mumkin. Lekin desktop razrabotka muhiti ham yetadi bizga. Shuni tanlasalaringiz ham yetadi aslida. Keyin yana qo'shimcha oynalar bor, vkladkalar. Отдельный komponenti bor. Bitta yana shu рабочий нагрузкаlarga, ya'ni workloadslarga qo'shimcha komponentlar qo'shishimiz mumkin. Biz u yerda hech nima o'zgartirmaymiz. Языковой paketida bitta Visual Studio'ni tilini tanlasak bo'ladi. Menda hozir ruscha turibdi xolos. Xohlasalar inglizchani ham qo'shib qo'ysalar ham bo'ladi. Bo'ldi, biz kerakli narsalarni tanlab oldik. Endi o'rnatishni bosishdan oldin pastda e'tibor bersalaring, установка предскачивания bor. Ya'ni bu internetdan yaxshi bo'lsa, shundan foydalanishlaring mumkin. Agar masalan hozir birorta joyda o'rnatib olib, keyin uyda o'rnatmoqchi bo'lsalaring, pastda skачать все установить bor. Uni tanlab turib установить deb bosasizlar. Agar internetlaring stabilni yaxshi bo'lsa, shu tursa ham bo'laveradi. Yoki boshqa kompyuterga yana o'rnatmoqchi, ko'pgina kompyuterga o'rnatmoqchi bo'lsalaring, shu skачать все установить tanlasalaring, sizlarda birinchi skачать qilib oladi, keyin o'rnatadi. Xo'p, установить bosib o'rnatib olamiz. O'rnagandan keyin o'zi xabar beradi. Men o'rnashni hozir ko'rsatmadim, chunki menda o'rnagan. Keyin studiyani ishga tushiramiz. Birinchi ishga tushganda registratsiya qilishni so'raydi. Buni o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Birinchi loyihamizni hosil qilib olamiz. Loyiha hosil qilish oynasi chiqadi. Biz bu kursda asosan konsol ilovalaridan foydalanamiz. Shuning uchun создать proyekt tanlab, konsolniy приложение Microsoft tanlaymiz. Agar sizlarda inglizcha bo'lsa, console application Microsoft bo'lishi kerak.
Agar oldin sizlarda kompyuterlaringda .NET Framework o'rnatilgan bo'lsa, shu yerda konsolniy приложение .NET Framework deb yozuv chiqadi. Inglizchasida ham shunaqa. Console application .NET Framework degan yozuv chiqadi. Agar konsolniy приложениeni topolmayotgan bo'lsangiz, tepadagi filtrlardan ham foydalanish mumkin. Tilni tanlab, yo programma platformani turini tanlab, programmani turini tanlab topsak bo'ladi. Agar ko'p bo'lsa sizlarda proyekt shablonlar. Xullas, shu konsolniy приложениeni tanlaymiz, dalini bosamiz. Endi ime proyektiga istagan nom bersalar ham bo'ladi. Faqat lotincha bo'lsin. Men test deb yozyapman. Men test borligi uchun oldin test deb yozilgan shu papkada test proyekti bor uchun xato chiqardi. Endi kurs test deb yozaman. Pastda yo'li ko'rsatilgan. Xohlagan joyingizga saqlab olsalar ham bo'ladi. Uni pastda ime решение deb yozyapti. Bu ptichkani tanlab qo'ysak, bizga shu решениеga bitta papka qilib beradi va proyektimiz uchun alohida papka qilib beradi. Bu bizga kerak emas. Keyinchalik katta proyektlar qilganda ularda ko'pgina bitta yechimda ko'pgina proyektlar bo'ladi. Shularda kerak bo'ladi. Hozir bizga kerak emas. Ptichkani qoldiramiz. Dalini bosamiz. Endi bu oynada platformani tanlaymiz. Bizda .NET 8 o'rnagan, shuni tanlaymiz. Agar sizlarda boshqa platformalar bo'lsa, ularda ham ro'yxati shu yerda chiqadi. Включить поддержку контейнера. Bu bizga kerak emas. Keyinchalik balki ko'rib chiqarmiz. Konteyner tanlamaganimizdan keyin keyingilar ham yonmaydi. Не использовать оператор верхнего уровня top level statements deydi. Ya'ni main metodisiz yozilgan kod chiqadi. Bir qator kod chiqadi. Hozir ko'rsataman. Sozdать qilamiz. Bizga proyektimiz hosil bo'ladi. Xullas mana agar o'sha ptichkani qo'yganimizda mana o'ng tarafdagi yozuv chiqardi. Aslida ikkosi bir xil. Bu prosta bizga ko'rsatilmaydi, lekin kompilyator uchun u bor. Ilovani ishga tushiramiz. Konsol ilovamiz ishga tushdi. Console.line hello world deb yozganimiz uchun hello world degan yozuv konsolda chiqdi. Lavhani yaratib oldik, studiyani o'rnatib oldik va .NETni ham o'rnatib oldik. Bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.